Aa. Kim o? O? Kim bu? Politsiya? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Bu sizning uyingizmi? Ha, bu meni uyim. Menga qo'shningiz aytdi. Bu mashina sizniki Ha, emas mana bu ekan. mashinami? Bu mashina o'zimniki. Menga ikkita qo'shningiz aytdi-ku. Qaysi qo'shnim? Ana ikkita turganmi? Ha, ular aldoqchi-ku hozir. Mana. Ko'ring. Bitta o'z mashinasi. Sizniki-ku bu. Xullas, ularni puli yo'qolgan. Shuning uchun alamini mendan olmoqchi. Xayr. Xayr, yaxshi dam oling. Voy, ifloslar. Qaranglar, bunachilar o'zicha mana o'zimni yig'ib topgan mashinamni politsiyaga beribdi. Men ularda hali yovuz qoldirmayman. Uxlay. Uxladim. Mana turdim. Mayli, dava bugungi ishlarim ko'p. Hammaga salom obunachilar, sizlar bilan Mampika. Xullas, bugun o'zimga qaratishga ham vaqt topolmayapman, chunki bugun juda ham ko'p ishim, chunki dadam aytdilar, mashinani ko'p haydama, iloji bo'lsa kattaroq joyga olib qo'y deyishdi. Lekin menda katta joy yo'qligi uchun mana bu yerdan yerlar chopib olaman. Garaj qurmayman, uyimni tepasiga qo'yib qo'ysamchi deb kecha o'yladim o'zimcha. Uyimni tepasiga. Bu uyimni tepasi bir 4 ta blok ekan. 4 ta blok demak 4 qilib mashinamni olib chiqsam bo'ladi. Xo'p. Hop. Hoppa. Hop. Mana bu yerlar yig'ib tashlaymiz baribir. Hozir buni bunday qilamiz. Bunday va bunday. Xo'sh, endi mana bularni yig'ib tashlaymiz. Bo'ldi. Endi mana bu tagidan bitta qog'ozam qo'yayotganman. Ana bo'ldi. Obunachilar, endi kanalga obuna bo'lib, like bosib qo'yinglar. Chunki biz 100 ta bo'lishimizga juda ham oz qoldi. Xo'p. Juda oz qoldi 100 ta bo'lishimizga obunachilar. Shuning uchun obuna tugmasini bosib, like bosib qo'yinglar. Xo'p, Minecraftda logika yo'q, shuning uchun bular havoda mollab turiladi. Mashinani chiqargandan keyin albatta loylarni joyiga qo'yib qo'yaman. Xo'p, endi mashinani haydaymiz. Xo'p, birinchi bo'lib eshikni ochib olish kerak. Ochdim va ana ikki chiqarish. Ikki orqaroqda. Xo'p. Qalarni tuzmiz. Qani, bismillah. Obunachilar ozgina qoldi. Tepasidan sakrab o'tib ketdi. Judayam tez mashina olgan ekanlar. Chunki men sportivniy mashina bering deganman. Sportivniy olsam oberaman deyishganda. Sportivniy oberishgan. Shuning uchun sekin yurishning imkoni yo'q. Tushdik. Bo'ldi. Eshik yopamiz. Xo'sh, yaxshi o'zi ham.
o'zi ham oldiga qo'yibman. Ichi yurgizsam bo'larkan-u. Ichi yurgizsam obunachilar nima deysizlar? Mana. Lekin bu 3 sekundda 100 ga chiqadi. 3 sekundda 100 ga chiqadi. Bakalım. Bakalım. Sekin. Sekin baka. Jicha rolda baka boramiz. Endi jicha yuramiz. Bo'ldi jicha. Baka jicha. Jicha baka. Baka. Janjalmas sekin. Sekin obunachilar, sekin tartibga qo'ydik. Xarosh, yaxshi. Mana endi yaxshi turibdi. Endi mana bu tepasiga reshetka qo'yib qo'ysa bo'lar ekan, chunki mashinamni hech kim olib ketib qolmasligi uchun. Reshetka kerak emas, chunki hech kim olib keta olmaydi. Bu o'zimning haqqoniy dadam bergan mashina. Chunki o'zimni hozir yoshman, pulim yo'q. Onam ham to'g'ri pul qo'shganlar ozgina. Lekin dadam borib olib berganlar o'sha pullarga. Xo'p. Endi birinchi bo'lib endi bekitishda boshlaymiz sekin mana. Hop. Mana yaxshi mashinam tepaga qo'yib qo'ydik. Endi ko'nglim bemalol hamma narsani so'radi. Mashinani tepaga qo'yib qo'ydik. Xo'p, endi hech balodan qo'rqmasak bo'ladi. Bitta eshik olib berishsa ham men quvonardim. Jicha daraxt chopib kelsak, men reshetka qo'yaman. Xo'p, jicha daraxt chopib kelishim kerak unga. Xo'p, jicha nolay chunki qornim och qolish mumkin. Shuning uchun daraxt chopgani qana yo'lga chiqdik, unda ketdik. Obunachilar, xullas bitta lo'q qo'shnim mashinasini tepaga qo'yib qo'ydi, hech kim olmayapti. Men hozir borib olaman. Mayli, qayerdan bilib o'tiribdi to'g'rimi? U menimcha hali beri kelmaydi. Men o'shanga mashinasini olib qochishga yuraman. Menga mashinasi bosh qiziqmas, nima sinib ketadi mashinasi, o'lib ketadimi? Men qiziqmas. Qo'lda buzish sal qiyin ekan uloyda. Bu menga bosh farqi yo'q. Xo'p, endi tomga chiqishga yetsa bo'ldi bular. Hop. Voy. Shuna qilib vaqt cho'zaman o'zim. Mana. Hop. Chiqsak bo'ldi. Yes. Endi mashina haydashni men uncha bilmayman. Mayli, eshikni ochamiz. Mayli. Oy, sekin. Qochdik! Hop, kelyapmiz. Mana 33 ta daraxt chopdim obunachilar. 33 ta. Tasavvur qilasizlarmi? Endi 33 ta daraxt bilan Voy, mani mashinam mana mosh. Endi nima qilaman? Mashinam yo'q. Orqamdagi mashina yo'q. Endi nima qilaman? Voy.